Assalomu aziz obunachilar. Mana 3-4 kun burun Qazaqston tumani Tervek qishlog'ini akalarimiz atalar bilan kelib zakaz qo'yadilar. Tayyorlab, mina aytgan ranglarni bo'yab, yaxshi farlar, zamoklar bilan farkotlarni, bonus adamozlarni berib, hujjatlarni, ozodlarni yozib chiqarib beryapmiz seximizdan. Yaxshi kunlarga nasib etsin. Sizga ma'qul bo'ldimi? Ha, ma'qul bo'ldi. Alloh tavsiya qilasizmi? Tavsiya etaman, kelib zakaz berib, Plaza Prisda zo'r. Hamma zaxonni ajoyib. Esa yaxshi kunlarga nasib etsin. Ana shu spravkasini yozib berdik. Endi birinchi endi bugun ertangi ishmi o'zi? İşlese ertang barin. İşlemese birinchi barib nomerlarni, pasportlarni Qazaqstonga nomer berib beramiz, pochtaga. Pochtaga. Ashada olib beraverasiz. Yaxshi kunlarga nasib etsin. Sog' bo'ling. Zakaz berasizlar, tayyor pullarimiz zakazlar qilib yotibmiz. Bemalol zakaz berasizlar. Omad, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga nasib etsin. Sog' bo'ling, yo'lda bo'laversin.